Kariz xolamiz meni duximma olib qo'ygan shekilli, umuman Kariz xolamiz bilan ko'rishga ham, uchrashga ham va даже gaplashishga ham kelmay qopti. Kariz qaynonam ham xolamiz haqida gap boshlasalar, ha deb o'tiraman xolos. Umuman xolamiz haqida gaplashkim ham kelmaydi. Har kuni Allohdan bitta narsa so'raydigan bo'lib qopman. Iltimos Kariz xolamiz bilan uchrashtirma ham, gaplashtirma ham degan. Bilmayman nimagadir Kariz xolamizni ko'rsam yig'lagim keladi. Lekin ularni yomon ko'rmayman. Shunchaki ko'rgim kelmaydi. Bilmayman bu tasodifmi yoki yo'qmi, lekin har safar Kariz xolamiz meni ko'nglimni ranjitganda ularga nimadir bo'ladi. Lekin Kariz xolamiz yo'qda tursin, men hali hech kimni shu paytgacha qarg'amaganman. Bu safar ham Kariz xolamiz pochchamiz bilan ko'chaga aylangani chiqmoqchi edik, lekin Kariz xolamiz chiqolmas ekanmiz deb hamma yo'qni atmena qilgandilar. Lekin Kariz qaynonamni o'zlarini ovqatlanishga chaqirgandilar. Kariz qaynonamga nimaga bu safargi bergan va'dalarini ham ustidan chiqmadi, nimaga faqat o'zingizni ovqatlanishga chaqiryapti desam, qaynonam ham indamadilar. Xolangni xarakterini yaxshi bilasan-ku dedilar xolos. Bu safar esa Kariz xolamiz divanlariga yiqilib tushib, umurtqalarini chiqarib qo'yibdilar.